Do'stlar, assalomu alaykum. Yana bir obyektimizga darvoza olib kelganmiz. Gruntupka holatlari sepilgan. O'zini shvilleri qoladi, o'shanga uстановка qilamiz. Kalitkalari ham bor orqa tomonlariga. Darvozamizni kolonnalari bor. Darvoza bo'yiga kichkina bo'lganligi hisobiga yoniga va bo'yiga kolonna qo'shib yuborganmiz. Mana darvozamiz kraskalari bilan bitta, xudo xolasa. Kraskasi mokriy asfalt, Gravatex sepilgan. Darvozamiz 2 qavatli. Ochilib yopilishlarini ham ko'rishlar mumkin. Darvozamiz listi 1.8, profillari 1.7 stenka. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishlari mumkin.